Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga Abdulloh ibn Zayd roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, tushimda bir odam kelib menga azonni o'rgatdi" dedi. Bilasizlar, mashhur qissa, masjid bitganidan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Masjid-i Nabaviyasini qurib bo'lishganidan keyin odamlarni masjidga qanday chaqiramiz degan masala o'rtaga tashlandi. Biri o't o'qiylik dedi, biri qo'ng'iroq chalaylik dedi. Xullas, qo'ng'iroq olib kelinglar dedi payg'ambarimiz. Namoz vaqti bo'lganda qo'ng'iroq chalib chaqiramiz. Shunda sahobalardan Abdulloh ibn Zayd Ansoriy roziyallohu anhu tushida bir odam keldi, azonni o'rgatdi. Rasulullohga kelib mana shu tushni aytib berganida, "Bu yaxshi narsani ko'ribsiz. Siz o'rgangan narsani Bilolga o'rgating. Huwa anda minka sautan." Chunki Bilolning ovozi sizkidan balandroq, sizkidan yoqimliroq dedi. Demak, yoqimlik ovozga, yoqimlik insonning qulog'iga yoqadigan ovozni shariatimiz man qilmaydi. Go'zal narsaga shariatimizda to'sqinlik yo'q. Agar borinki ana shu g'inosini, musiqasini ham ma'nosi Allohni ulug'lash bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni madh qilish bo'ladigan bo'lsa, pokiza narsaga targ'ib qilinsa, bu muboh. Ammo hammasi emas. Hammasi emas. Ammo bu kuy musiqada fahsh kuylansa, avrat deb sanaladigan holatda ayollarning ovozi kuylansa, ayollarni go'zalliklari kuylansa, Allohdan uzoqlashtiradigan bo'lsa, bu musiqani biz halol deya olmaymiz.